Tümay desem şermi yani devlet. Endiki mavzu vatandaş. Bugün çislağa 2024 yıl 1. ayının 31. günü haftaga çarşamba vatandaş mavzumunda. Çünkü Kom partiyası Amerika'da yerlik hükümetlerge sınıp kirdi deb agahlandırış berildi. Çünkü Kom partiyası hakikaten yavuz partiyadır. Mavzulu haber 1. ayının 31. günü Amerika avazdan Xitay programımız e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Capitol Hill sabiq davlat ishtirokchisi Mike Pompeo Çünkü Kom partiyasının Amerika cemiyeti sınıp kirishga tirishchanlik ko'rsatayotganligini va sınıp kirayotganligini qattiq ayıplab, Çünkü Kom partiyasi yavuz partiyadir deb ko'rsatdi. Sabiq prezident Trump mezgilida ilgari kelgan Markaziy axborot idorasiga boshliq va Amerika Qo'shma Shtatlariga davlat ishlar kotibi bo'lib tayinlangan sabiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 1. ayının 30. günü seshanba Amerika Davlat Majlisi Avam palatasi ta'sis qilingan Jungo masalasi alayda komitetida diktator davlatlar ittifoqi to'g'risida guvohlik berib, Jungo Kom partiyasi Amerikaning raqiblarida qo'lladi. Mavzulu kun tartibga guvohlik berganda yuqorqi so'zlarni qildi. Biz Jungo Kom partiyasining kelayotgan Hristiyan o'ylig'inimizda Tayvanni o'ylab qolmasdan, Janubiy Tinch okeandagi birinchi sap orollarni o'ylab qolmasdan, balki Los Angeles, San Francisco, Washington alaydir ayni, Chicago va mening yurtim Kansas shtatlarini o'ylashimiz kerak. Jungo Kom partiyasi hozir bizning darvozamiz ichida bizga vakillik qiladigan barliq narsalarga faol buzg'unchilik qilmoqda. Tushundingizmi vatandosh? Jungo Kom partiyasi Amerikaga kelib Amerikaning darvozasi ichida, davlat zaminida, Amerika jamiyatida bizga vakillik qiladigan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga vakillik qiladigan barliq narsalarga buzg'unchilik qilmoqda. Hey vatandaşım, o'ylab ko'ring ha. Bunda qanday buzg'unchilik qila olasiz? Amerikaning demokratik tuzumidan foydalanadi Xitoy. Bevosita qarshilik emas. Amerikaning demokratik tuzumidan foydalanib turib qiladi bu ishlarni vatandaş. Bizning darvozamiz ichida bizga vakillik qiladigan barliq narsalarga faol buzg'unchilik qilmoqda deb ko'rsatdi guvohlik yig'inida sabiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Mike Pompeo ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Jungo Kom partiyasining Amerika jamiyatining har qaysi qatlamlariga singib kirish xizmatini umumyuzlik ishlayotdi. Jungo Kom partiyasi cümleden uçur aloqa dairesi sahası, internet sahası, qatarlı sahalarga singib kiriyotidir. Amerika jamiyatida qanot yaydirilgan Jungo Kom partiyasining bu xizmatlari Amerikaning erkinligi va demokratiyasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Sabiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bunday ko'rsatdi. Biz ijtimoiy universal matbuotlardagi aloqachor makonini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Jungo Kom partiyasining ushur aloqalari bizning yosh avlodlarimizga qarta planlangan. Bizning yoshlarimizning ideyasiga buzg'unchilik qilishni maqsad qiladi. Bu alayda Jungo Raqobat komitetining yana bir nafar a'zosi Jim Bankes Jungo Kom partiyasining Amerikaning shtatlik hukumat amaldorlari bilan bo'lgan munosabatlarni cho'nqurlashtirayotganligini tilga oldi. Washingtonning Jungo tahdidini bilib qolishiga ergishib, Jungo Kom partiyasi nishonni bizdan har qaysi shtatlarimizga, shtat darajalik hukumatlarga qaratdi.
Sabah Devlet Şirkatı Mike Pompeo, Avam Palata Fevkalade Komiteti azaları agahlandırış verip mundaq görsetdi. Cungo hükümetinin Amerika'da yerli hükümet dercilikleri görsetken tesir eden adam ansireydi. O bivasta halda Cungo Kompartiyasının Amerika'da yerli hükümetleri sınıp giriş hizmetini yavuzluk dep görsetdi. Çünkü Kompartiya sen yaxşı körüdüğün nerslerini kötürüp aldığında peyda buludu. Mike Pompeo mundaq görsetdi, mən siləni agahlandırıp qoyay. Çünkü Kompartiyası hazır bütün Amerikanın her qaysı caylarda, məktəblərinin müdiriyyət yığıllarda allaqaça peyda buldu. Ya, devamını anlaşacağız ötendaş.